سرو نازی محل نازی ای سلام دیدم بودی ای سلام ای سرو نازی Doyra çar, doyra. Buradagi tishoni hozir solamiz. Demak, tishoni o'rnagi. Do'rani sol. Do'ra qani? Doira qolib ketgan. Ey iloji yo'q. Iltimos amaki. Akmalaga qarang. Nada chiqavering aka. Onalar adresini tushib pul ham sizga aka. O'rtachi. Chekka ham sizga aka. O'lmasak bo'ldi, mana shuni chiqib ketsak bo'ldi. Mal, mujik, davay. Vop, temti tushirmaymiz. 2 yoshli fermasida mollari bo'lsin, uylarida bolalari bo'lsin, cho'ntagida pullari bo'lsin, qo'sha dam olishlaring. Doyrani chal. Ho. Oke doirani. Boshim qizib ketdi. Amaki yana doira so'rashyapti. Ya bo'ldi, boshqa chiqmayman. Chiqmasangiz bo'lmaydi, hammamizni uradi. Bitti ura. Ya aka mumkinmas. Bitti ura. Yo'q, mumkinmas. Oy. Sasam so'q. Hali tepdingmi, alkash? Qochtir. Dakansa soling, davay. Sol. Davay. Hamsi. O'g'lim menga kadi keltiraman, bunga qarang. Kakra so'z mantiyasim kelib turibdi. Keling qo'y. Hamsiya, bu o'g'lingiz keltirgan kadi qani? Ismat ko'p harom qilig'ing boda. Azillashma, bu xotining-ku kadi qani, yegaylik. O shu kadim mani Xorazmdan olib keldi bakam. Sevgan qizini Xorazmda kadi deydi ekan. Kadim mani bu. Bu seni kading bo'lsa, sen uni nimasisan? Ana ko'tir baragi. Kadim, bugun nima ovqat yeymiz? Bugunsa o'zim qo'llarimni o'ynatib, yumurta barak aytib beraymi, mazim? Hova. Tuva, mazim, kadim. Bu Ismat Churo'y spesial qilyapti. Hozir boplayman. Kadim o'zimi? Hang, po'mpildaqim. Ismat, turqani, kelinglar. Hozir kelin bir min. Menga qaraqani, shu asamimiz men o'yimda kelib romantika qilasan. Shu o'g'ling aytsang 2 top kelsa bo'laydi shundan. Bilasan qanchada men yolg'izman. Sen nima qilasan buni? Ibi, men ham po'mpildog'im o'zimi? Kadim o'zimi deb romantika qilmoqchidim. Mana senga. Yo'q. Sen hozir romantika qilaysan, ko'tim qo'yibdi men. Beraki qani? Kadim, oldim atishim. Yaxshi mazim. O'zi Ismat spesialli o'zi meni asamimiz uchun keldi. Men ham yerda Xorazm boramanda katta kadi olib kelib senga maqtanaman. Qarab o'tir. Alfredo, xotin Bozentos, Isabella, Sciallacchino, Alberto, Oppodonento, Maria, Sugoyorino, Boymut, Uzunetto, hamda Bunio Terracento. Moren Kva, 76-qism. Muzlatkichda 7 pomidor bor edi. Buni bittasini kelin yeb qo'ydi. Muzlatkichda nechta pomidor qoldi? 6 ta. Noto'g'ri. Valentin. Xayrli kech. Senyor Emiliano. Xayrli kech, Valentin. Xayrli. Aytganlarimni qildingmi? Bajardim, senyor Emiliano. del hambre que no es sombra a mí de lo que fue. Men otxonaga kirib otlarga qaray. Nazarimda bittasi bo'shalib ketibdi. Valentin, ko'p mehnat qilding, dam olsang bo'lar. Valentino charchamaydi. ¿Por me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes Men keldim, Linda. Valentin, sen? Ha? Meni kutayotganmiding? Men sendan xafaman. Kecha kelaman deb kelmading. Men bo'lsam, ertalabgacha kutdim. Valentin. Linda. Clara?
Linda. Klara? Linda? Valentin? Klara. Sen menga xiyonat qilding, Valentin. Valentin, u nima deyapti? Linda. Ya, qizim. Otajon, Senyor Emiliano, Linda. Sen meni oilamni buzib, Valentindan ayırding lekin. Andini, kela qol. Ko'rdingmi, Klara? Men senga nima degan edim? Boshidan senga ishonishim kerak edi. Mayli, yur oy tutilishini tomosha qilamiz. Yo'qollaring. Qo'shganing bilan qo'shmazor bo'llaring. Men bu yerga boshqa ish bilan kelgandim. Yana qanaqa ish? Senyor Prado. Hamsoya. Ismat jil bo'ldingmi yo? Ismat nimaga kelding? Bir ishim bor-da, shunga bir aytishga. Ha, dadam ishi bor-chi, aytchi. Ha, ishing bo'lsa yur, mehmonxonaga kirib gaplashamiz. Aytaman, ketaman men. Ha, mehmonxonaga kiramiz biz. Ha, mehmonxonaga kiringlar, qamir kelibsan hamcha. Mehmon emas bizda. Dada, Samak mana mehmonxonasini zo'r qilibdi. Bu stollarni ham, idish tovoqlarni ham. Ha, shuning uchun mehmonxonaga olib kirdida. Hardam kartoshka o'tirgan. Endi o'tsa gapimni aytib ketayman. Qira ketasan Ismat, gap qo'y qani. Qanday bu stol ustilim senga yoqib o'tibdimi? Sen o'yingda yo'q-ku, shunga bilan. Shu nima gilamda yotibmish? Endi bu gilamni ham yangi oldim. Senga maqtanmoqchiman, to'g'risi Ismat. Sen o'yingda yo'q-ku bundan. Shunga. Sen o'yingda ko'rpachangdan zo'r bu gilam. Qanday? Gapimni aytib ketay. Gaping ola aytasan, ket otangga to'xtaqan, ol yana bir ikkita yar narsalarni bor maqtish. Ay Ismat, bu mebellarim bilan gilamlarim qayerdan olganimni so'ramaysanmi? Qayerdan olding? Aytibman. Yuravering dada, men o'zim bilaman, olib boramasiz shu yoqqa. Yur qancha. Dada, mana Ustam akim hamma narsalarni ana shu yerdan olganlar, Aksodan. Yuring siz ichkarisini ko'rsataman. Yur qan. Mana dada, Akso magazinda uy ro'zg'origa barcha kerak bo'ladigan narsalar bor. Maishiy texnika deysizmi, divan deysizmi, spalni, hamma narsa bor. Undan tashqari gilamlar ham bor bu yerda. Metrajlik tayyor gilamlar bor. Shundan o'yimiz oladi bizlar ham sherdan narsa. Pul yo'q-ku bacham. Bu yerda 3 oydan 12 oygacha muddat to'lovi ham bor, foizsiz. Rostdan. Ha? Olamiz unda, yur qan. Yuring qan. Yur qan. Ana bacham mishka oldik, zo'r ekan. Mana qarang shu uyda shu 15 ming so'm pul yo'qdim dada, shuni ham bo'lib to'lash oladilarmi? 1000 so'mdan tushigan 15 oya. Tushunding? Zo'r bu. Olamiz. Ketdik. Bitta o'z mishka oldilar ham tirishadilar-da. Manzil Shersak bozori yonida mana aksi. Hamma bilaveradi. Yo'q, xotin bormayman, urasan. Qo'shnilar eshitmasin, bera keling. Xotin qayerga nima deysan? Menga shunday yurish yo'qadi-da. Hozir yozli kunda kim chapon kiyib yuribdi? Hozir mana bir joy borasiz. Nabay. Akajon, shahar sentriga ekib tashlang, 2 kishi biza. Ukajon, qarang, yozli kuniga chapon kiyib olibsiz. Aka, bu bobomdan qolganda, hozir bunaqa narsalar chiqib bo'libdi, 4 kunga yirtilib ketadi. O'lay odamlar sotdi. Ukajon, odam xotindan bunchalik turmaydi-ku. Siz meni erini yerda urasiz, ertaman joz beraman. Ukajon, mana keldik. Qancha belli? Yo'q, pul kerak emas. Men bir kishini norozi qilishni xohlamayman. Yo'q, tushang bo'ldi. Roziman deb ayting. Roziman. Jon kechirasiz, endi xotin shunaqa o'zidan asrang. Yarashmadi buni nima xotin? Yarashdi. Buruq katam deyman xotin. Katta emas, kiyasiz. Narsalar yaxshi sifatli ekan, lekin qimmatmi deyman-da. Qimmat emas, arzon. Buxoro bo'yicha Istanbul magazin nomer 1. Ruston onam Istanbul do'konda barcha narsalar 69 mingdan ekan. Eng qizig'i 3 ta narsa olsangiz bitta narsa qo'shib berilay ekan. Rahmat, Buxoro shahar Kirtin ro'parasidagi Istanbul do'koni zo'r ekan. Nima qilyapsiz? Mordakcha odamlar rasvo qilyapsiz-ku. Lesatqi odam keti. Odam ham xotindan shuncha qo'rqadimi? Nima deyapsiz? Men xotinni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Hayotda xotindan qo'rqmayman. Shavalak latta.